Aziz kelmadi-yu, nima qilamiz hokim? Hokim kelmadi-yu. Nima qilamiz endi? Men prezidentga murojaat qilaman deb qo'yaveram internetga. Men rosa aytmoqman. Bu ayollar hali o'sha o'tiribsizlar hokimiyatda ishlab. Qancha mana qarang, meni urdi, so'kdi meni, to'g'risida. Mana hozir prezident bor-ku, Shavkat Miromonovich. Mana Uchtepa hokimiyatidaman, adolat yo'q. Prezident, biz sizni siyosatingizga qo'shilamiz, biz sizni yaxshi ko'ramiz, biz sizni o'zimizga talaganmiz. Mana Uchtepa hokimiyatida mana shu insonga, men berganman hokimga, sizni vakilingizga ariza, meni ushlashtiringlar deb. Bular meni ushlashtirmayapti. Bular qo'liga menga yana domdagilar korrupsiya bo'yicha raqam bergan. Qo'limga isbotlab bergan. Uni ham mana shu Azizga berganman, mana shu insonga berganman. Miromonovich, bular quloq solmayapti. Bular u meni urdi, so'kdi. Shunda ham ularni qilyapti. Sizdan iltimos, Shavkat Miromonovich, sizdan iltimos, men sizdan so'rayman. Mana shu Uchtepa hokimiyatida adolat bormi o'zi yo'qmi? Mana Uchtepa hokimiyat adolat bormi yo'qmi? Mana qaranglar, mana iltimos sizdan adolat qiling mana shu. Men ham fuqaroyman-ku, men ham. Men ham fuqaroman. Bitta mashin Gucci xiradi nima bu yerda hamma soldat qilish kerak. Mana shu Nishonboyeva. Menda adallar bor, so'kkani, urgani bor, hammasi meni qo'limda bor. Shavkat Miromonovich, iltimos sizdan yordam bering, menga yordam bering. Hokimiyatda yo'q, adolat yo'q, hech narsa yo'q hokimiyatda. Mana qarang, mana aka, men murojaat qilaman, prezidentga murojaat qilaman. Men betar qilayotgan, agar prezident siyosatiga qarshi bo'lsangiz, menga aniq qiling, aka. Agar prezident siyosatiga qarshi bo'lsangiz, men hammasi fiksatsiya olib boraman. Iltimos sizdan. Mana shu hokimimiz ham, mana shu kanselyari bo'ladi, berganman. Mana endi men mana shu ijtimoiy tarmoqqa qo'yib yuboraman. Siz ko'rganingizda iltimos. Men berganman, iltimos sizdan. Men isbotlab beraman berganim. Menda audio zapislar bor, hammasi. Men ham bilaman nima qilayotganimni. Audio zapislar bor, qanaqa gaplashib o'tirganlarimiz, hammasi bor menda. Iltimos sizdan, menga yordam bering. Yordam bering menga. Shavkat Miromonovich, yordam bering, Uchtepa hokimiyat. Hokim mana babshi, hokim kelmayapti 4 marta, 5 marta kelyapman, hokim ham kelmayapti. Nimaga bu Nishonboyev Gucci qilib betdi, shuncha anaqa qilib ishlash kerak, nimaga anaqa qilish kerak? Adolat yo'qmi? Meni urdi, so'kdi meni. Menda hammasi bor, hamma narsa bor. Qachongacha bu? Iltimos, Shavkat Miromonovich.